Sevimlik mastallar yaxshimisizlar. Hindiston filmi tilga ilinsa, ko'pchilik naqsh usuldan boshqa qachas soldigan ko'rinishni askilishi mumkin. Hindiston oila zo'ravonligi eng ig'ir davlatlarning biri. Yerimdan ko'proq hindistonlik ayol oila zo'ravonligiga uchragan. Shundaq bo'lishiga qaramay, Hindistonda ajrish nisbati 1% kim yetmaydi ekan. Bu zodi nima uchun? Buning javobini bugun tunishtirmoqchi bo'lgan Hindistonning eng yangi olqishli filmi qachotdan tepishga bo'ladi. Bu ayol o'z yaxshi ko'radigan saboqdashiga yotliq bo'ladi. To'ydan keyin ular dachadan uy tutadi. Ayol xizmatdan to'xtab, zehnini oilaga qaratadi. Tamoq etish, qiynalishning holidan xabar elishdek, uyning ushaq-tushak ishlarini rozilik bilan yaxshi qiladi. Bu kuni yo'ldoshi o'zining Londondagi tarmoq shirkatining boshliqligiga o'stirilganligidan xabar topadi. Ayol pat arda chet elda o'ltiraqlashib qoldiganligidan xushal bo'lib, uyda ziyofat qiladi. Ziyofat toza qizg'anda yo'ldoshiga shirkatning telefon kelib, shirkatning boshliq qarori o'zgarib, tarmoq shirkatining boshliqligiga bir chet ellik tayinlanganligini uqtiradi. Yo'ldoshi qattiq ochiqlanib, boshliqidan sababini so'raydi. Boshliqi o'zira aytib, to'g'ri tushunishni so'raydi. Ikkalan uni buni deb yurib qizdirishib qoladi. Ayoli yo'ldoshini tutib olish uchun bilikidan tortib turishiga qani qizib ketgan yo'ldoshi o'rilibla ayolini bir tasdak soladi. Ayol birdan tinchini bilish uchun ustungi qavatga chiqib ketadi. O'lmakning ustiga tepmak degandek qiynanisi uni darhol mehmonlarning oldiga chiqishni buyuradi. Ayol kecha chiqib olmaydi, ammo tong etishi bilan avvalgidekla uy ishiga tushib ketadi. Yo'ldoshi bu ishni unutib qolgandek nashtida o'zining gapini qiladi, kechirim so'ramaydi. Shundan boshlab ayolning chehradagi tabassum o'chdi. U yo'ldoshining ochiqini chiqarib olish uchun o'zini urg'anligini to'g'ri tushundi. Ammo mushuk kamgacha kechirim degan so'zni og'ziga ilib qo'ymaganini qalbisidan o'tkazolmaydi. Uning ustiga yaqinlari uningga bu ishni bo'ldi qilishni aytadi. Hatto opsimi ayol o'tirsida bunchalik ish bo'lib turganligini, bu ishni amli tagimasligini aytadi. Yo'ldoshi uningdagi benormallikni sezib tamoqqa chaqirdi. Ammo og'zidan xizmatdan boshqa gapni chiqarmaydi. Akşamı ayol albom ko'rib yetib, kichkida mukofot sahnasida ichidan xushal kulib tushgan rasmi qo'liga chiqib qoldi. U yeyinda hech nimani to'ymay uxlab yotgan yo'ldoshiga qarab, ho'shni tepish kerakligini